Robot texnika. Robot texnika bu. Hadi. 1, 2, 3, ketdi. Yaxshi. 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 Al. Yaxshi, yaxshi. Hadi. Bize soruyu koyuyorsun. Mira, que hermano, ¿dónde? 3, 2, 1. Voy. Ya viene acá. Yo'q joydan. 3, 2, 1, go. Mira, que hermano. Bilaman sizga qaranglar bolalar, yaxshisidaman. Mana nomi Dalboy bilan qiroli. Ana Boburni so'llaganman. Bor yaxshi. Alışıyorum ben. Kulsuzuna geldim. Bana fırda sonra iş gerek fırda da. Fırda hamuz pastayı aslında. Düşünde. Grup qaranglar, sizlar bir qiz o'tirmanglar grup. Bu kitobni men yozganman. Все, нормально, все, жить.
Babar. Nega qarab Biroq qo'shiq ko'rgansan, ukam. Og'zingga kelar. Ana qo'shiqlar dedi. Bofirda qatarib o'yna. Bofirda o'tiraydi deydi. Yo'qsa sovun kiyib ketdi hozir. Chek ko'ramiz, chiqmagan jo'may. Tamiga. Bo'lmaydi. Ko'p xayolim bilib yetishib qoldi. Qayerga kelib qolding deyapmanmi? Hali yana ham bor hali boshqa. Ha, o'xshatıyor. Bu kalla ko'rganim mana hozir. 20-25 minutlar ham bor mana. Yo'q ko'rsamadim. Yo'q. 100 ming ular. Butun qo'yiladi. Qo'lda yasalganda emas. Sanoq yo'q, qo'lda yasalgan. Ayting desam bo'ladi. Dedi turaylik. Dedingiz bilan qani? Bu qancha edi? Qancha aytsangiz bo'lmaydi. 100 ming. Oxirgi narxini aytaman. 80 ming bering bo'pti. Telefon maza qilib dam oladi, yotib olib. Bu boshqachada. Ko'taribdi. Ha? Ana ko'tarib. Nima? Ehtiyot bo'y, katta qo'ling emas sizdan. Ehtiyot bo'y. Nima aka? Katta qo'ling anus emas bu. Eshitdingmi? Odam aka bitta so'kadi, o'tirasan aytdi yo'ladi. Chiste mana iPhone ishlaydiganlar olish kerak, ishlayman. To'g'ri. Aka qalay? Qolaysiz? Alloh. Savdo bo'lyapti. Sir qimmat. Xo'sh, mahallamiz aholisining 70% yoshlar. Ular bilan ko'pgina startaplarni amalga oshirsa bo'ladi. Qarang, qayg'u jangosi bo'lishi. U yerga ekoxiyobon qilinsa, har kechqurun 30 ta yosh oilalar chiqishi mumkin. Xiyobon yoniga esa oilaviy maktab ochilsa, 5-6 ta ish o'rni ochiladi. Eng muhimi, yoshlar ko'chada bekor yurmaydi. Boshqa tomonga esa hunarmandchilik markazi. Bu shunchaki bino emas. Bu kasbga har oyda 10 nafarga yetkazsa, hunar o'rganishadi. Bir yilda esa 120 nafar yoshlar ta'limot kadri bo'lib yetishadi. Agar biz bugun yoshlar uchun sharoit qilmasak, ertaga ularning
Imonqulov Abdulbosir taqdirlandi. Yosh volontyor. 2 yil shaxsot. Aynan ko'mir korxonasi orqali yoshlarni ish bilan ta'minlashda yoshlar faoliyatini yo'lga qo'ydi. Milliy fursat taqdirlandi. Eng faol o'quv markazi o'qituvchisi. Uloq va Gulchehra eng faol tarbiyalanuvchi. Tarbiyachi. Xolid Mahmudchiga taqdirlandi. Eng faol mahalliy yoshlar yetakchisi. Barakul Beshoqbek, Halimova Marjona, Safarov Sulton, ulardir Jasur ham taqdirlandi. Shuningdek, ro'yxatni davom ettiramiz va bu yerda Ashraliyev Do'stulloh ham taqdirlandi. Hamidova Nargiza, G'ayubova Sanora va ular chin ma'noda Jizzax viloyatining eng faol yoshlari degan e'tirof etiladi. Bundan samimiyatli yoshlar yoshlarimiz elini davom ettiramiz va bizda kamdagi faol yoshlar bor. Aynan 5 ya'ni tashabbuslar marafoni doirasida demak eng yaxshi startaplar taqdirlanadi. Hozir ularni sahnamizga taklif etamiz. Demak, davlat startap taklif etiladi. Shuningdek, Shohrux Mirzo Muhiddinov ham taklif etiladi. Davlat startap Navoiy startapi muallifi va unga e'tibor berasiz. Shalom tumanida